Okey, sizlar original atir sotmasanglar nima qilasizlar odamlarni aldab? To'g'risi, именно shu holatdan keyin mana shu videoni olishga qaror qildim. Sizlarga, ya'ni auditoriyamga qisqacha original atir nimaligi haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Original parfyum bu rasmiy brendlar tomonidan ishlab chiqarilgan haqiqiy mahsulot bo'lib, yuqori sifat, xavfsiz tarkib va uzoq saqlanuvchi hid bilan ajralib turadi. Bunday parfyumlar konsentratsiyasiga qarab eau de parfum yoki tualet 8 soatdan 24 soatgacha saqlanadi va kun davomida bosqichma-bosqich ochiladi. Endi boyaga xalat kelsak. Allo, assalomu alaykum, Muso parfum eshitadi. Assalomu alaykum aka, menga Aqua de Gio kerak edi. Sizlarda bormi? Da, конечно bor. Qanaqasi kerak sizga? Eau de tualeti 3 soatdan 5 soatgacha turib beradi. Eau de parfum 6 soatdan 8 soatgacha va parfum 12 soatdan sal ko'proq turib beradi. Okey, sizlar original atir sotmasanglar nima qilasizlar odamlarni aldab? Nima deganingiz bu? Biz hech qachon unaqa atirlar sotmaganmiz. Hamma produktimiz faqat original bo'lib chiqqan. Dubai ham sotmaymiz. Okey, aldamang, men original sepganman. 4-5 kun turib beradi ular stoykasi maksimum. Yo, okey, uzr, bizda endi kunlab turadigan atirlar yo'q ekan. Iltimos sizlar, tushuninglar, haftalab, kunlab turadigan atir yo'q. U sizlarga chiqib turib Instagramda 200 ming so'mga biz sizlarga oylab turadigan atirlarni beramiz. Sizlar ishonmanglar, iltimos sizlarni, ishonmanglar. Bunaqa atir yo'q. Atirlarning tur berishi u qanaqa bo'ladi? Bitta sepganingizda oldingizdagi odamlar sezsa, bu tur berish deyiladi. Bir oydan keyin kelib turib, sepgan joyingizni xillab ko'rsangiz turgan bo'lsa, ha, ko'p turar ekan deb bu atir desangiz, u bo'lmaydi, u turishmas. Tushundinglar degan umiddaman.